Xo'p, domla, dallollik kasb haqida so'rashibdi. Shu kasb haqida. Albatta dallollik kasbi yaxshi kasb bo'lgan avval. Hozir ham yaxshi kasb. Lekin biroz o'zgartirishib yuborishdi. Bu narsa o'zi aslida joizmi desa, aslida joiz. Hop, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bozorga keldilar. Oldinlar ularni sanosir, simsor deb aytishar ekan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savdogarlarni ayyuhat tujjar deb turib nido qilgan. Hali eshitgan sahobalar Rasululloh solib ketganlar. O'sha dallolni simsor deb aytilinadi. Arab tilida simsor deb dallol so'zi ham ishlatilinadi. Asli joizmi? Joiz. Dallollik joiz. Dallollik degan nima degani desa, iqtisodda ikkita narsa bor. Bittasi dallollik degan narsa bor. Bittasi juola degan narsa bor. Hanafiyda juola degan narsa yo'q edi, lekin dunyo shunga ehtiyoj bo'lganligi uchun hozir masalan dunyo iqtisodiyoti bittalashib ketdi hozir. O'rgansa. Dunyo iqtisodiyoti bittalashdi. Shuning uchun butun dunyoga bitta qarorlar chiqarish boshlandi hozir. Masalan, IOF standartlari o'sha qarorlar chiqargan, dunyoga chiqarilgan, mazhab unaqa qilmagan hozir. Butun anaqasiga. Shunga binoan o'sha Molikiy mazhablarda juola degan narsa bor, boshqa mazhabda juola degan narsa bor. Hanafiy o'sha shar'iy standartlarda ham shu juola degan narsani olgan. Juola bilan dalolat o'rtasida nima bor desa, oldin dallollikka ehtiyoj ko'p edi. Dallollikka. Masalan, nima degan? Bitta odam sovchi bo'lib turib, palonchining qizi bor deb qo'yishligi shu dallollik deyiladi. Uni o'zi olmaydi. Yo'llab qo'yish. O'zi uylanmaydi u qizga. Tushuna olyapsizmi? Qizga uylanish niyati ham yo'q. Faqat bitta munosib kuyovga nima qilib qo'yapti? Da'vat qilib qo'yapti. Falonchini qizi bor, shuni olsangiz deb turib dallollik qilyapti. Shu dallolligiga zarchopon kiyishi mumkin? Mumkin. Shuni nomi nima deydi? Dallollik deyiladi. Oldin bu dallollikka bo'lgan ehtiyoj juda kuchli edi. Chunki reklamalar yo'q, haligi anaqalar yo'q, televideniya bo'la yo'q, dallollikka bo'lgan ehtiyoj juda kuchli edi. Mana masalan, bittasi uy sotib olmoqchi bo'lsa, hozir oddiy bozor bor, uy bozori bor, bo'lak bozor bor, hamma yoqda chiqib turibdi. O'sha dallolat o'zi aslida. Dallollik qilishyapti o'shalar. Oldinlar ular yo'q edi endi. Odamlar uy olmoqchi bo'lsa qayerga borardi desa, bitta dallolning oldiga borardi. Bitta dallolning oldiga borardi. Borib turib, shu bitta uy bo'lsa, menga da'vat qilsangiz desa, u WhatsApp'ni uy olib, mashinasini uy olib, tinmay aylanib yurardi o'sha. Sotiladi degan joylarni ko'rib, hammasini. Keyin to'g'ri kelib turib, shunaqa shu falon joyda uy bor ekan. Shu dallollik qilib qo'yganiga nima qilardi? Haq olardi. Shu dalolat qilishni o'zi ham bitta nima edi? Katta ish edi. Mehnat. Uylanayotgan paytingizda bilgan bo'lsangiz kerak. Qada qiz borligini bilmaysiz. Keyin haligi anaqaga borasiz, sovchilik bilan shug'ullanadiganlarga, bizga ham bitta qiz yo'qmi deysiz, mana. O'sha u haligi falon joyda qiz bor deyishini o'zi nima edi? Bitta dalolat, dallollik ishi degan. Shunga haq olsa bo'ladi, joiz bo'ladi. Endi buni nomi dallollik deb aytiladi. Tushundingizmi? Yana uni yonida hop, juola degan bir produkt ham bor iqtisoddagi. Juola degani nima degani desa, dallollikda natija bo'lishi shart emas. Siz topib bergan qizga uylanishi ham mumkin, uylanmasligi ham mumkin. Tushunyapsizmi? Tushundim. Lekin haq olaverasiz. Olaveradi. Dalolat qilib qo'yganingiz uchun. Oldin shuni o'zi ham katta ish edi, tushunyapsizmi? Tushundim. Shuni ham o'zi katta ish edi o'zi. Lekin juolada-chi desa, juolada siz qancha xarajat qilasiz, borib o'rganib yurganingiz bo'lay ishi yo'q. Mashinangizga qancha benzin sarfladingiz, qancha abet uni ishi yo'q. Natijani ko'rsatishingiz kerak. Natijani ko'rsatishlikda nima deyiladi? Juola deb aytiladi. U juolani asli qayerdan olingan desa, asli Yusuf alayhissalom ukalari Misrga borganda, aka ukalari Misrga borganda, haligi o'zini anaqasini yo'qotib qo'ygan bo'ladilar. Endi uyushtirilgan bo'ladi, lekin baribir yo'qotilgan bo'ladi haligi o'lchov asbobi. So idishi yo'qotib qo'yilgan bo'ladi. Shunda podshoh e'lon beradi, ya'ni Yusuf alayhissalom e'lon beradilar. Kim shu bizni o'lchov asbobimizni topsa, valahu himlu ba'ir deydi. Bitta tuya ko'taradigan miqdorcha yuk beramiz deydi. Oldingi paytlarda unaqa bo'lmagan, haligi hamma narsa toshni grammlarga o'lchab ko'rmaganda. Masalan, hozir Hindistonga borsangiz, hammasida anaqasida mol qo'ylar bor. Ya'ni biz o'qigan Devantda ham shunaqa bor. Tor juda joylari, lekin baribir ikkinchi etajda o'zi yashasa, birinchi etajda mol turadi. Endi haligi yem hashakka nima ehtiyoji bor. Nima qiladi desa, haligi anaqadan daladan o'tlarni o'rib bir ko'tarim qilib olib kelishadi. O'sha bir ko'tarim nechidir pul. Tushunyapsizmi? Bir ko'tarim haligi yem hashak, bitta pris deymiz o'shanga, o'sha bir ko'tarimi ular deydi.
yem hashari prinslar bo'lmaydi, bularga bo'lmaydi. Shu bir ko'tarimni nima qiladi? Olib keladi, shu bir ko'tarimni sotib oladi. Shu bir ko'tarimni nechidir pul turadi. Ba'zi bir ko'tarimi masalan necha kilodir, ba'zi necha kilodir, uni farqi yo'q endi. Shu yerda ham Yusuf alayhissalom falahu himlu ba'ir degan ekanlar. Bitta tuya ko'taradigancha nima? Yuk. Bitta tuya ko'taradigan miqdorcha mukofot beramiz deganlar. Kim topib bersa. Bu jo'ala ko'proq bizda ali pasporti, mashinaning dokumentlari yo'qolib qolgan bo'lsa e'lon beramiz-ku, kim meni pasportimni topib bersa shuncha deydi-yu. Mana jo'ala mana shunga tushadi. Soddasi shu. Soddasi shu. Vaholanki dunyo miqyosida juda katta rol o'ynaydi bu jo'ala. Masalan, konlar topib berishlikda. Tushunyapsizmi? Ular nima qiladi? Konni topadi, qayerda borligini topadi, necha kilometrga to'g'ri chiqib kavlaydi, masalan, yo'lda tosh bormi, g'ish bormi, uni farqi yo'q ularga. Ular o'sha jo'alaning ishini bajaruvchilar shu yerdan biz senga nima qilamiz? Neft topamiz, topib oxiri seni shunday kranni ochsa, bemalol o'taveradigan darajaga yetkazib beramiz deydi. Unga do'r mabodo gohida chiqmay qolishi ham mumkin. O'ylagan joyidan. Gohida o'ylagan miqdorda chiqmay qolishi mumkin. Gohida bo'lsa, haligi qattiqlik qilib olib ish to'xtatish mumkin. Unga do'r bo'lgan sarf xarajat umuman ko'tarmaydi. Haligi buyurtmachi ko'tarmaydi. Maqsad nima bo'lishi kerak? Natijaga erishish kerak. Natija. Men siz pasportingizni topaman deb men kechalarni shuncha benzin sarfladim desa, menga qizig'i yo'q. Tushunyapsizmi? Men pasportimni topganim uchun bitta $100 beraman masalan kimgadir deb qo'ydim. Desam bittasi kelib turib, mana topdim-ku, lekin buni topguncha men ancha benzinlarni sarfladim, yoqib qo'ydim, endi 200 qilib bering deyishga haqqi bor dedi, yo'q. Tushundingizmi? Demak, buni nomini, natijani ko'rsatuvchi dalolatni nomini nima deydi? Jo'ala. Bu oddiy natija ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi, tushunyapsizmi? Dallollikning eng bittasi sovchilik. Falonchini qizi bor, falonchini kuyovi bor deydi, nima? Shu dallollik mana shu. Evaziga haq olish joizmi? Joiz. Bu vazifani aytyapman-ku, oldinlari ish juda qiyin edi. Nimaga desa, bunaqa reklamalar yo'q edi, sovchilik kanallari yo'q edi. Tushunyapsizmi? To'g'risi, o'shuning uchun shu ishni o'zi ham nima edi? Katta bitta ish edi. Endi mashina bozorlarida hozir masalan, u yer bozorlarda masalan, dallollik joizmi? Agar to'g'ri bajarayotgan bo'lsa, 100% joiz. To'g'ri bajarayotgan bo'lsa. Tushunyapsizmi? Joiz. Lekin uni ham bir dallollikni ham ilmi bor, ozroq o'rganib qo'yish kerak. Masalan, bizni bu hozir suhbatimiz faqat dallollik mavzusiga bag'ishlanmaganligi uchun nima? Lekin bari ilmi bor. Tushunyapsizmi? Ba'zida xiyonat darajasiga o'tadigan joyi bor, ba'zida savobni eng ulkan darajasiga yetadigan joyi bor. Tushunyapsizmi? Baribir hamma narsani ham nimasi bor? Plus-minus tomonlari bor, albatta. Lekin asli joizmi? Asli joiz. Tushunyapsizmi? Demak, men mol olmoqchiman. Mol bozoriga kirdim. Bir dallolga bitta molni ko'rsatdim, shuni olib bering dedim. Haligi narx chiqmadi. Ola olmadik. Dallolga men pul berishim kerakmi shunda? Bu yerda dalolatmi, u jo'olami? Natija ko'rsatish kerak bo'lsa, uni nomini jo'ola deydi. Siz o'tiribsiz, bozorga kirdingiz. Menga bitta mol ko'rsating. Men oladigan menga mana sifatdagi mol ko'rsating deysiz. Siz borib turib unaqa molni nima qildingiz? Ko'rsatdingiz. O'sha ko'rsatganingizni o'zi ham nima o'zi aslida? Bitta ish. Shunga haq olishingiz mumkin. Endi u savdo kelishib ola oladimi, kelishib ola olmaydimi? Kelishtirib ham bering deydigan bo'lsa, u yana bitta ish. Natija ko'rsatib bering degani u yana bitta ish. Aytyapman-ku, oldin dallollikning ishi juda zo'r, katta bir mashaqqatli ish edi. Hozir reklama, kanal, bo'lay, hamma bo'lib ketganligi uchun nima qoldi? Shu dallollarning ishi o'zi reklamalar bajarib qo'yadi. Mana shu reklama dallollikda. Haligi iqtisoddagi nimaga tushadi reklama desa, dallollikka tushadi. Dalolat qilgani uchun nima oladi? Haq oladi. Tushunarli.